Keyingi testimiz, demak, Sarah is very angry. You had better not talk to her now. Demak, had better'dan keyin bare infinitiv keladi. Ya'ni bare infinitiv bu to'si yo'q infinitiv bo'ladi. Xo'p, notda not talk yoki you had better talk, you had better not talk bo'ladi. Demak, bu yerda A variant to'g'ri, A variant to'g'ri. Demak, bunaqa testlarni agar sizda had better bilan muammo bo'lsa, aynan had betterni o'rganib chiqib, shu bo'yicha ko'proq test bajarishingiz kerak. Shunda yaxshi esda qoladi va o'zingiz yoqtirgan karaoke qo'shiqlarni karaoke qiling ingliz tilida. O'zingiz yoqtirgan mavzuda YouTube'da videolar ko'ring, kinolar ko'ring yo farzandingiz bilan multiklar ko'ring ingliz tilida subtitle bilan. O'shanda ingliz tilini his qilib testlarni bajaradigan bo'lasiz. Prosta o'tirib reading, listening qilish zerikarli bo'lsa, o'sha jarayonni o'zingiz uchun qiziqarli qiling. Misol uchun biror bir ish qilayotganda, biror bir yo'lda ketayotganda, ochirda qolganda, biror bir yoki o'quvchilaringiz bilan mana shunaqa qiziqarli faoliyat activity bilan ingliz tilini qilib, his qilib javobini topadigan bo'lasiz. Prosta har birini o'qib ko'rasiz. Mana bu to'g'ri kelyapti, mana bu to'g'ri kelmayapti deysiz. Grammatikasini yodlab, eslab, uni chalkashtirib, qiynalmasdan mana shunaqa ingliz tili bo'yicha ko'proq shug'ullansangiz, shu videolar bilan, karaokelar bilan shug'ullansangiz, juda ham oson testlarni bajarasiz. Ne только mana bu mavzuni, boshqa mavzularni ham, readinglarni ham, vocabularylarni ham mazza qilib bajarasiz. Mazza qilib 100 ball olib chiqasiz testdan.